Xonadonlarımızlar bilen ayıtlarcanımızlar, uçakta komandiri jinoiy ekipaji aviatrafik aviakompaniyasidan Bishkek Moskva бағыты bo'yicha Qatardagi Farg'ona Aerobus uchuvchi uchuvni sizlarga salom aytishadi. Yo'l vaqti 4 soat 25 minut, dizel uchuvi 11 ming metr biyiqligida o'tadi. Kemaning komandiri Akolov Maqsad Nadarbekovich. Bizning aviakompaniya o'zining negizgi maqsadi sizlarning xavfsizligimiz, ekipaj vakillari sizlarga qamqorlik bilan ko'ngil beradi. Ko'ngil berganingizdan g'arib Hanımefendiler, beyefendiler, Resmen Havaları'nın 98 sefer sayılı İstanbul Anadolu uçuşuna hoş geldiniz. Benim adım Emine. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni çağırmaktan çekinmeyiniz. İyi yolculuklar dileriz. Қайырлы таң ханымдар мен мырзалар және де біздің кішкентай жолаушылар. Қазақ Air компаниясының ұшақ бортына қош келдіңіздер. Ұшу салонында отырғызу талонына сай орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Ұшу кезінде басқа орындарға ауысып отыруға болмайтынына назар саламыз. Assalomu alaykum hurmatli yo'lovchilar, xonimlar va janoblar. Sizlarni Uzbekistan Airways aviakompaniyasi bortida ko'rishdan mamnunmiz. Bugun 281-son qatnovi bilan Toshkent-Istanbul yo'nalishi bo'yicha uchuvchi ekipaj xavfsizligingizni ta'minlaydi. O'rindiq suyanchig'ini tik holatga keltirib, stolchani yopib, xavfsizlik kamarlarini taqing. Sizlarga yoqimli parvoz tilaymiz.